2025-iyul kuni soat 18:10 da Mening yurtim telekanalida Qodirxon Dil yorasi serialining 9-mavsum 66-qismi efirga chiqadi va bu voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Ushbu o'zbek seriali allaqachon millionlab tomoshabinlarning qalbini zabt etgan va yangi qism yanada yuqori darajaga ko'tarilishni va'da qilmoqda. Har bir mavsum bilan hikoya tobora jozibali bo'lib, hissiy chuqurlik va dramatik burilishlar birinchi daqiqadan oxirigacha tomoshabinni o'ziga tortadi. 9-mavsumning syujeti qahramonlarning murakkab taqdirlarini ochishda davom etib, sevgi, xiyonat va adolatga intilishni bir-biriga bog'laydi. 66-qismda tomoshabinlarni kutilmagan kashfiyotlar kutmoqda. Qodirxon yangi sinovlar bilan yuzlashadi. Bu uning matonatini sinovdan o'tkazadi. Ikkinchi darajali qahramonlar esa o'z sirlarini ochib, intriga qo'shadi. Ssenariy mualliflari drama va umid lahzalarini mohirlik bilan muvozanatlashtirib, har bir qahramonga hamdard bo'lishga majbur qiluvchi hikoya yaratgan. O'zbekistonning madaniy o'ziga xosliklari, oilaviy qadriyatlar va yorqin an'analar nozik tarzda aks ettirilgani serialni tomoshabinlarga juda yaqin qiladi. Rejissyorlik ishi va aktyorlar o'yini Qodirxon Dil yorasida yuqori bahoga loyiq. Har bir kadr his-tuyg'ularga to'la, soundtrack esa muhitni yanada kuchaytirib, qahramonlar olamiga sho'ng'ishga yordam beradi. Bu serial nafaqat o'yin-kulgi, balki hayot, sevgi va kechirim haqida o'ylantiruvchi haqiqiy san'at asaridir. Yangi qismni o'tkazib yubormang, bu sizning yuragingizda iz qoldiradi.